Zahiriddin Muhammad Bobur. U 12 yoshida valiahd sifatida taxtga o'tirdi. Samarqandni egalladi. Ammo uni saqlab qolishga xalqning madadi yetmadi. To'xtovsiz ichki urushlardan toliqqan yurti unga ortiq suyanchiq bo'la olmadi. Bobur 300 navkari bilan Hisor tog'lari orqali Afg'onistonga yo'l oldi va Qobulni zabt etdi. 1526-yilda Panipat maydonida Dehli sultoni Ibrohim Lodiyning 100 ming askarini atigi 12 ming kishi bilan tormor qildi. Shu zafar bilan Hindistonda 3,5 asrlik hukmronlik poydevorini qo'ydi. Bobur qilich tutgan, ammo yuragida sher bo'lgan sarkarda edi. U 47 yoshida Agrada vafot etdi. Vasiyatiga ko'ra jasadi Qobulga, o'zi barpo etgan bog'i Boburga olib borildi. Zahiriddin Muhammad Bobur qilich tutgan shoir, sher bitgan sarkarda.